Assalomu alaykum. Shu damda bitta savol bermoqchi edim. Eshitishimcha, siz musiqa maktabida o'qigan ekansiz va shunchalik musiqaga bo'lgan qiziqishingiz tufayli eshikni tirqichidan musiqani tinglagan ekansiz. Shu haqida nima deya olasiz? To'g'ri, bo'lgan voqea. O'sha bolaligimda sinfdoshim musiqa maktabga borgan, shu yigit bilan birga borardim. Meni sinfga kirgizmasdi, tashqarida qolardim. O'sha kalit tirqishidan eshitib yodlardim kuylarni. Chunki keyin rubobda chalib berardim yodlagan kuylarimni. Men sizlarga o'xshab o'qishga imkonim bo'lmaganda, sharoit bo'lmagan, bunaqa maktablar yo'q edi u paytlarda, imkoniyatlar yo'q edi. Lekin shu mayli koridorlarda yurib bo'lsa ham bu narsalarni o'rganganman. Kelib, lekin mana sizlarni bugun juda mana prezidentimiz yaxshi ko'radilar sizlarni. Shuning uchun doim, har doim shu mana bizni ham jo'natadilar, xabar olgan bolalarimda, mana yaxshimi, kamchiligi yo'qmi ularni. Shuning uchun sizlarni ham oldinglarga kelib, juda xursand bo'ldim ko'rib. Barakalloh. Rahmat. Juda ham havas qildik. Bolaligingizdan ham musiqani qanchalik sevishingizni mana shu orqali ham bilish mumkin ekanda. Hamma ham kelmaydi-da bunaqa musiqani tinglab havas qildik. Sizlar ham havas qilinglar. Rahmat. Barakalloh.